Zafarjon qanday bo'lyapti? Qanday? Ishonsangiz barku 7-chi asrda yurib to'g'ri jinnicha kelaverasiz. Ters Zafar aka xush kelib qoldingiz emas. Rahmat. Caningizlarning ajali deydi-ku, qizlarning ajali. Zafar akajon bu qayerda desangiz, Moskvada. Kelib qoldi. Nasib konsertlarga ham qo'yadi inshaalloh endi. Ha, konsertlar bor, konsertlar bomba konsertlar qo'yganmiz. Shu charchagan mana shu to'y bil shuncha sezon ko'p bo'ldi. Shu charchab borku, uyquda halovat yo'q, qarach borku, ya mama yetishmaymi? Cho'ta hayot deydi. Jamoaga bir tushunga jamoaga sen. Yo'q, shuna qilsak deysizmi? Shunday qiling, jamoaga tushun bor. Shu hayot nitoda qarach, anam bola-da, qarach borku, nimadirlar yetishmaydi borku. Hakikaten bunu qara ki jamoa Zafar aka xush kelib qoldingiz emas. Rahmat. Caningiz omon bo'lsin. Sever. Qizlarning ajali deydi-ku, qizlarning ajali. Zafar akajon bu qayerda desangiz, Moskvada. Kelib qoldi. Nasib konsertlarga ham qo'yadi inshaalloh endi. Ha, konsertlar bor, konsertlar bomba konsertlar qo'yganmiz. Shu charchagan mana shu to'y bil shuncha sezon ko'p bo'ldi. Shu charchab borku, uyquda halovat yo'q, qarach borku, ya mama yetishmaymi? Cho'ta hayot deydi. Jamoaga bir tushunga jamoaga sen. Yo'q, shuna qilsak deysizmi? Shunday qiling ki jamoaga tushun bor. Shu hayot nitoda qarach, anam bola-da, qarach borku, nimadirlar yetishmaydi borku. Hakikaten bunu qara ki jamoaning oldida kelib qolib, Sajaynaning jamoasining oldida shu shifo deb qo'yib yo'qishdilar. Ha, bilaman, tavla ketirgan. Men sizni olib borayin, jamoaga bir ko'raylik, jamoani. Ha. Mashim reklama qilib jatani faqat So'ray aytaman, haligi ne bor ekan, shulik bor-ku, shulik. Ha, bo'yinga silar so'radi-ku. Kakrat az ko'ramiz-da. Shuliklari ham bor ekan, har joyga qo'yar ekan. Kasallarni davolaymiz deydi. Assalomu alaykum. Muzaffarbek Suyunov. Qanday siz Xush keldingiz. Rahmat aka. Nima demoqchiman? Mana kesalaringiz Hajaynaning ishi ekan. Hajayna bu nomerlar o'zingizdanmi? Bu zubnoy bor, ginekolog, O, keyin urolog, stomatolog, hijami o'zim. ha, o'layapman. Ha. Nima deyman? Chulik-puliklar ko'rdik biz bugun kelatibek charchab, kelim uyquda halovat yo'q. Короче, mama yetmayapti. Cho'ta hayot nito anam bola bo'ladi-da. Men de aytdim, juring dedim, Ajayna kakaz reklama qilib jatadi dedim. Hijamasiga bir tushun dedim. Hijam va shu hijama qilamiz inshaalloh xohlasa. Shu nima desam bo'ladi? Enadan tug'ilganday bo'lib 18 yashar bozboladay bo'lib ketasiz. Ha, men bir narsani ko'rdim-da, Tojikistonda edim. Odamlarga shulik qo'yibdi deganda men borku, jetda o'ylab tushimga kirmagan narsada shulik nima yordam beradi? Shulik birinchi hijama qilganimizdan keyin holatlarga qaraymiz-da, shunga qarab shulik qo'yamiz-da. Birinchi hijama qilamiz, keyin holatga qaraymiz. Agar osteoxondroz, keyin prostata, grija shularni qo'yiladi inshaalloh. Bo'lmasam bu yoqqa tushunib ko'ray. Juring bu. Yangi kelgan bu yoqqa Tojikistondan Moskvada kishilar bo'lsa ginekolog ham bor, urolog, varikosil deydi, haligi bezplodye shularni hammasini ichida qiladi. Bu suyaklarga rasmni qo'yib qo'yasiz. Hammasini suyog'i qattiqsin, suyog'ini qarib olamiz. Yo'q. Keladi choy, hamma narsa joyi. Endi hozir o'rasanmi, o'rasan. Choy, suv, inshaalloh sharoit 100% va inshaalloh nasibsa hijamani qilamiz. Keyin aksiya ketyapti hozir. Bugun o'razaning oxirgi kuni. Inshaalloh Xudo xolasa nima qilamiz? Agar 2 oyning ichida 500 odam kelsa, har bir kishining nomi, familiyasi va telefon nomerini yozib olamiz. Fitaboshga hijama qilgan odamlarning, kompleks odamlarning 500 odamning ichidan birtasini haj umraga jo'natamiz. Keyin bir ikkita bunday masajyor nimamiz bor, podarkamiz bor. 3 ta podarka bo'ladi 500 odamga mana qarab. Bu jamon ekan, Ha, mana shunday masajyor podarka qilamiz. Inshaalloh juma kun kelsa otaxonlarimiz bor, 60 dan baland otaxonlarimiz bor. Shu kishilardan bitta ikkitasini besplat hijama qilib qo'yamiz. Juma kuni to'g'ri. Qo'ylaringiz. Jumadan keyin. Yana nima deysizlarda? Ha. Bu har bir insonga emas. Bir xil insonlar bor, o'z ota-enasini haj umraga jetamadi. Bu Hajaynaga nima desam, pul, gap yo'q. Aql-ku, bilmayman, jetni o'ylab tushimga kirmayapti-da. Bir uxlab turib Rossiyaga kelib qolman.
odamlarga shuluk qo'yibdi deganda, javshib ekan hamma yerga. İnşallah shuluk qo'yamiz, hijama ham. Men lekin shu shulukka vale chiqmaydi. Endi haligi 500 odamning ichidan shu hijama qilganlar borish kerak bo'ladimi? Shuning ichidan tanlaysiz Hayır, Qabatsizda. Şu yerda bular chaqiramiz. Evet. O'zlaringiz bo'lsangizlar shu yerda chaqiramiz. Bir İnna- taxta shunday olamiz. Evet, kim Birinchisi bo'lishi hijama kelgan kompleksni birinchisi umra harakati deydi. Ikkitasiga mana shunday podarka. Bu Ha. Hayır, nimada shu bir 500 ta odamning ot familiyasi bo'ladi ekan, shuni yozib, shuning ichidan bittani olib chiqaradi. Kimning nasibasiga to'g'ri kelsa, shu odamni inshaalloh hajini jo'nataman deydi. Umraga savob bo'lsin. Ham Jumladan. ham nima hijama qilib sunnat amallarni qilgan bo'ladi. Ham inshaalloh umraga jo'natib bizning haqimizga duo qilib qo'ysa bo'ldi. Ondan keyin yana kelaversa, xalq bilan birga ishlaymiz. Kamzod ayollarga yordam beramiz inshaalloh. Birontasiga mumkin qurib bera olamiz demaymiz. Birontasini bolasini o'qishga qo'yishimiz mumkin. Ya tovuqxona qurib berib, ya inkubator olib berishimiz mumkin. Shu narsalarni qilamiz inshaalloh xalqimiz uchun. Unday bo'lsa, bu yoqqa tushirsak, Ular ketib qolsa-chi? Hijama. Qayerga ketib bo'ladi? Tojikiston ketib qolsa, shuni pulni beramiz. Janoringiz omon bo'lsin, ko'zlaringiz. Men galli sulum maydachida ishga qo'shilmayman, bilasizlar. Men behuda bilmagan so'zga ya bir behuda narsaga men qo'shilmayman. Seriyozdan. Shuning uchun men bu anaqa ishonaman. Yaxshi inson bo'lgani uchun ham ko'p yildan beri aka ham bo'ladi. Maqsad nima demoqchiman? Tavsiya qilaman, kelasizlar. Qay bir ko'ringizlar o'zingiz, sinangizlar. Yoki bunday shuluk puluk qo'ysa yoki povni zarova semirib, bitib o'zgarib ketasizlar. Salomatchilikka juda foydali. Salomatchilikka juda foydali. Inshaalloh nima deysiz, sunnat amal bo'ladi. Hijama. Lekin mana kitoblarimiz bor. Mana kitoblar kimga, qayerga, nima kerak, hamma shuning ichida. Buni davlatni tushirish kerak, maliyat qilish kerak. Hammasi qarab qilamiz inshaalloh. Kitobga qarab turib. Ham Zafarjon, davay, nova tushayiga. Yo'q, nima desam bo'ladi? O'ynomada nima bo'lsa, shuni qiladi ekan, so'zga javob deydi. Kelaverasizlar, ko'rasizlar. shunday. Muzoffaraylar bir tushib ko'rsating bo'lmasdan. Aynen. Bu shuluk puluk javobsiz ham maza Hocam mağaza kaçmayın. Emas. Muzaffar TV, Muzaffar Eksuyunov. Hoş geldiniz. Ağzına boş güya düştüleriniz. Sizi hijama qilib bu kishiga shuluk qo'ydik. Ana qanday ashushanlar qanday bo'ldi? Menda nima deydi, o'zgarib juda yaxshi odam, jengil his qilib o'zini jaqtida xullas menga. Juda ham zo'r ekan hijama. Ya'ni rahmat hijama uchun. Kelingizlar deb yana nima deydi? Tavsiya qilamiz odamlarga. Nima demoqchiman? Assalomu alaykum. Muborak. Lekin ro'za hayitlar bilan hammalaringizni tabrik. Kengizlar yaxshi narsa ekan, maqsad janoringiz omon bo'lsin, tavsiya qilamiz. Yaxshi narsaga, behuda bo'lmagan narsaga biz aralashmaymiz. To'g'risida. Yana bir savolda, misol bizning dokumentlar bor, kunimiz Moskvaga o'tadi, dokumenti yo'qlar, tug'ilib qolsa, misol qad Moskva bo'lak joylardan kelinmasa, borib ham qilaverasizmi? Telefon Ha, inşallah 150 kilometre atrofida bo'lsa, 10-15 kishi bo'lsalar, telefon qilsa borib turib, shu yoqda hijama qilib inshaalloh avvalo xudo borib qilib kelamiz O'zingiz inshaalloh. mashinalaringizni borib, O'zim borib hijama qilib ko'rib kelamiz inshaalloh. mana ko'rdilaringizda, yana sizlarga shuncha yengillik, dokumenti yo'qlar bo'lsa ham murojaat qilaverasizlar. Nima deydi? O'zim borib qilib kelaman deyapti. 150-200 metr atrofida bo'lsa ham boraman deydi. Bu maqsad turishda shabralik emas. Prosta bu musofirlarimiz uchun yordam, chin qalbdan yordam debdi aziz baba. Maqsad jonlaringiz omon bo'lsin. Yana qo'ldan kelgancha maqsad xizmat Qon qilamiz. salomatlikda foydasi juda zo'r deyapti. Masalan, shamolni odam jeng o'zini his qiladi. Shamollagan prostatit, grija, keyin osteoxondroz, kimdirdir tanasiga jala chiqadi, ekzema degan narsalar bo'lsa, shuni qo'yamiz. Nima hijama qilamiz inshaalloh, harakat qilamiz davolashga. Biz sababchimiz shifo Allohdan. Janoringiz omon bo'lsin. Tavsiya qilamiz. Rahmat kelganlaringiz uchun. Amin. Bu